va o'sha Oltoy o'lkasida yashaydigan kichik etnik guruh. Endi eng g'aroyib turkiylarga o'tsak, Ixtiyor aka, shu yerda qo'shimcha qilib ketamiz. Hurmatli muxlislar, demak, qardoshlarimiz qirg'izlar. Demak, mana bizdan sharqda istiqomat qilishadi. Ajoyib davlat, ajoyib tog'liklar, umuman issiqko'l bu o'sha Qirg'iziston va 6 milliondan ko'p 6,5 million qirg'iz millatiga mansub turkiy xalq bor, o'zimizning qardoshlar. Ular ham juda ham kelib chiqishi jihatdan ham juda ham ajoyib tarixga ega qardoshlarimiz. Aybulla Boboyorov ta'biri bilan aytganda, o qadimgi turkiy so'zlarni 5 tasini topsang, shundan bittasi qirg'iz bo'lib chiqadi dedilar. Va Ixtiyor aka, qirg'izlar tarixini ko'proq Enasoy bilan bog'lanadi. Bu o'sha Oltoydan yuqoriroqda mana shu o'sha Hakaslar yurti bugungi. Mana shu atrofdan demak Enasoy qirg'izlar va bu tarixda juda ma'lum va mashhur qirg'iz xoqonligi bor, bilamiz endi o'sha Uyg'ur xoqonligi bilan bir davrda joy almashgan. Aytaman-ku, biroz janjalkash bo'lganmiz turkiylar. Va o'sha qirg'iz xoqonligi ham bo'lgan, Enasoy qirg'izlari bor. Va ularni tarixda biz nimani ko'ramiz? Aytiladiki, ular keyin janubga qarab ko'chishdi deyshadi. Va ular asosan Enasoydan ishadi. Lekin o'sha professorimiz G'aybulla akaning aytishlari bo'yicha nafaqat bu qirg'izlar, demak, Tianshan tog'larida, Issiqko'l atrofida qadimdan ham bo'lganligini ular manbalar asosida isbotlagan ekanlar. Ya'ni bu qirg'iz qardoshlarimiz Enasoydan shunday kelib qirg'iz yerli, bugungi qirg'iz yerlarda paydo bo'lib qolishmagan. Ularning ajdodlari, ya'ni bir qismi aytadiki, ota-ona taraf deydi-ku. Ota taraf Enasoy bo'lsa yoki ona taraf Enasoy bo'lsa, bir taraf mana shu o'zimizni sharqimizdagi Issiqko'l atroflarida ham ularning qo'noqlari bo'lgan ekan. Qadimdan bo'lgan. Mana shu va qirg'iz qardoshlarimizning yana ko'p yashaydigan hududlaridan biri bu Xitoyning shunday hududlari bor. Hozir aniq aytib o'taman. Demak, qirg'iz o'zi Qizilsuv Qirg'iz avtonom mana shunday, Qizilsuv Qirg'iz avtonom tumanida Xitoyning mana shu joyda ham qardoshlarimiz istiqomat qilishadi. Qirg'izlar o'zimizda ham, mana O'zbekistonda ham juda ko'p qirg'izlar bor, o'zimiz vatandoshlar. Qardoshlarimiz-ku. Va hurmatli muxlislar, tatarlardan, ya'ni tatar millatiga mansub turkiy xalqlardan biroz ko'proq ular. Shuni ham hisob. To'g'ri, shu Qirg'izistonni boya nima qilib ketibmiz. Qirg'izlar eng katta turkiylardan, eng katta xalqlardan biri, albatta. Qarang, hatto Italiyada ham mingdan oshibdi. Qirg'izlarmi? Juda haligi xalqda qirg'izlar nima deydi? Uyushgan, bir-biriga yordam beradigan, mana ko'p ko'rganman, qirg'izlar bilan birga bir joylarda ishlashga ham to'g'ri kelgan. Juda bir-birini qo'llaydigan, uyushadigan xalq. Keyingisi boya endi bir g'aroyib bir turkiylar bor, Karaimlar deb ataladi.